O'sha qidiruvdagi odamni ishga O'sha shekilli yuzini ko'rsatmayapti xolos. Bo'pti, yuzingni ko'rsatchi. Bo'pti, o'sha qidiruvdagi Meni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum deyman va video boshlashdan oldin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Men bloger emasman, lekin mana shu oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta mavzuga aylanib ketgan va juda ham hypovoy tema bo'lib ketgan. PR bo'lib ketgan farg'onalik Gulrano Qasimova va Abror Muxtor Ali haqida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Davay shu fikrimni bildirishdan oldin shu video roliklarni ozgina ko'raylik, keyin o'z fikrimni bildirib o'taman. qarshilik qilsa, o'sha qidiruvdagi odamni ishga o'sha shekilli yuzini ko'rsatmayapti xolos. Bo'pti, yuzingni ko'rsatchi. Bo'pti, o'sha qidiruvdagi atang ko'rsatmayapti. Qiz bu voyaga yetgan ekan, bizga shunaqa deb xabar beruvdi, uzr deb chiqib ketishmadi. U yerda boshqacha nima deyishdi, u yerda qidiruvdagi odam deyishyapti. Srozimdan aka, keyin yana ahamiyat berdingizmi? Birortasini qo'lida qog'oz ko'rdingizmi? Ator farmon. Hech bo'lmaganda unda qog'oz bormi? Bular ko'rsatmalarida Qosimova janjal qilib yuborgan to'pala turibdi. Shu yerda bir narsani aytayin. Ha, ayol kishini bunaqangi fahsh, zino, iflos ishlarni qilishligi axloqan yaxshi emas. Axloqan. Qonunchilikda men unga o'zim xohlayapman desa hech narsa qila olmaydi. Lekin uni videosini olib tashqariga tarqatishlikni men ham tarafdor emasman. Shohrux o'sha matbuot ishi bo'yicha zo'r gap gapiribdi. Biz erkak kishimiz, biz erkakmiz, biz unaqa nomardlik qilmaymiz, biz tarqatmadik debdi. Tarqatmagan, uni kimdir tarqatgan. Uni tarafdori emasman. Lekin mana shu joyda petitsiyachilarga vazifa tushyapti. E'tibor bersanglar, petitsiyachilar hammasi yig'ilib olib, o'sha iflos ishni, o'sha jirkanch ishni oqlab berishga harakat qilishyapti. Nimaga? Hukumatga qarshi ishlatish mumkinligi uchun. Ichki ishlardan qancha yigitlar ishdan ketibdi shuni orqasidan. Nima ularning aybi? Administrativ aybi bo'lgan. Administrativ. Qonuniy asosda o'sha borgan joyiga qanaqadir hujjatlarni to'g'ri qilmagan xolos. Lekin o'tda meni oldin yechintirib tashlab ketishgan, majburlashdi, unda. Bular hammasi tuhmat do'stlar. Yana sud hal qiladi-da, tuhmat bo'lmasa, videoga olayotgan paytida o'zlaring yechintirib tashlab ketdilaring-ku. Nimaga yana qaytadan video olyapsanlar degan bir og'iz gap chiqardi. Bilaks, o'tda aybi bekitinglar, aybimni bekitinglar deb e'tirof qilib turibdi qilgan aybini. Endi shunaqa ekanda, mana shunaqa odamlar chiqib olib baqir-chaqir qilsa, chegara yo'q, bu yoqdagi odamlar xijolat qilsa, bular yutqizganga o'xshab ko'rinaverar ekanda. Asli unaqa emas do'stlar. Ana shu Sirojiddin Media o'tgan safar ham bittasini shunaqa tarafini olib yurgan edi. Endi har kimni tanlovi har xil. Ba'zi odam shu dayuslikni yaxshi ko'radi. Dayuslik ham menimcha jinoyat emas. Bular xohlayotgan qonunchilikda. Bemalol bu dayus odamlar bo'ladi hayotda, jamiyatda. Nimaga dayus odamlar ham bo'ladi? Shariat nuqtai nazaridan musulmonchilikda dayus jannatga kirmaydi-yu. Nimaga Alloh taolo bandalar ichida dayuslarni insonlarga ko'rsatadi desa, shunaqa bo'lib qolmagin deb ko'rsatadi. Mana shu voqeada kim O'zbekiston hukumatiga ya'ni muammoni ko'tarib olib chiqib shu aybdor qilayotgan bo'lsa, o'sha yalang'och qo'lga tushgan odamning tarafini olayotgan bo'lsa, dayuslikdan nasibasi bor. Bu meni shaxsiy fikrim. Shaxsiy qarashim. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Men bu o'qigan, men bilgan kitobda shunaqa. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Tanlovimi? Tanlovi. Bu bemalol dayus bo'lishi mumkin. Men dayus bo'lmayman. Men buni yoqlamayman. Lekin bir odam dayus bo'lsa, mana shu voqeada, mana shu hodisada yaxshilab ajratib olinglar. Dayuslar shunaqa bo'ladi. O'tgan safar ham bittasi sobiq deputat shunaqa ishlar bilan qo'lga tushgan, uni tarafini olib video qilgandi. Mana shu Sirojiddin Medialar. Keyin biz bahs suhbatlashib o'tirib gaplashganmiz. O'shanda ham deb qochib ketgan edi, gapga javob bera olmasdan.
Endi yana chiqib olib shuni qilyapti. Bu yerda 3-4 ta ehtimol bor. Bittasi prosmotr zo'r bo'ladi. YouTube'da prosmotr zo'r bo'lsa pul oladi bular. Bularda buyurtma ham bo'lishi mumkin. O'sha USAID tashkiloti yoki petitsiyachilar jamoasiga buyurtma bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda Xitoy bosib ketdi, Xitoy yaqinda egallab oladi, Uyg'urlarni kuni boshimizga keladi deb qichqirayotgan petitsiyachilar kechagi hodisadan keyin hech bittasi chiqib gapirmadi. Qoyil O'zbekiston hukumatiga, qonunchilikka qoyil demadi. 3 ta Xitoyni qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'rattirishdi. Ishdan haydatishdi, menimcha deport ham qilishadi. Xitoy bo'ladimi, Gittoy bo'ladimi farqi yo'q. O'zbekiston qonunchiligiga amal qilsa yashaydi, qiladi. Amal qilmasa qonun ustuvor. Demak, do'stlar, bu joyda o'sha eski hiylakor, makkor siyosatni ichimizda yurgan yuvindi xo'rlari bor. Ovozingizni yozganman, oldin ogohlantirib qo'yay. Men nimaman? O'sha Furqatli Guliraman, domla tuzimisiz? Men siz bilan gaplashkim yo'q deb aytdim hozir. Meni nomerimni mendan so'ramay olyapsiz. To'g'rimi qilayotgan ishingiz? Siz meni nima qilib ko'rmasdan, tanimasdan turib butun internetda ma'lumot beryapsiz. Sizni qilgan ishingiz to'g'rimi? Men ma'lumot bermayapman, fikrimni bildiryapman. Menga qarang, sizni o'zingizni ayollaringiz internetlarga chiqib sizni so'kkan holatlarida ham hech kim fikr bildirmagan. Siz nimaga ko'rmagan, bilmagan narsangizga fikr bildiryapsiz? Fikr bildirgan, hammasi fikr bildirib yotibdi. Namanganlik xotiningiz sizni so'kib internetga chiqqanda ham hech kim fikr bildirmagan-u. Nimaga siz bilmagan narsangizga bunaqangi fikr bildiryapsiz? Minglab odam fikr bildirgan, siz bilan ayol kishisiz. Bunaqa baqir-chaqir qilib o'tirishlikka men o'zimga ep ko'rmayman. Men fikr bildirdim. Men sizni aslida himoya qildim. Agar aqlingiz, xushingiz joyida bo'lsa, sal bundoq fikringizni jamlab o'ylasangiz, Abror Muxtor Aliga tashakkur. Shuncha odam meni ko'rpa yostig'imni, ichki kiyimimni reklama qilib, PR qilib, 300 ming, 1 millionlab prosmotrni orqasidan meni orqamdan pul yeb yurganda, Abror Muxtor Ali qo'ylaring, uni ham oilasi bor, qilgan ishi o'zi javob beradi. Yoplaring deyapti deyishingiz kerak. Siz unaqa demadingiz-ku kechagi chiqishingizda. Siz aytyapsiz hozir ham. Ularni nima oddiygina jichagina xatosiga qamadi deyapsiz. Siz sudda qatnashdingizmi? Yo'q, menda sudda ular haqidagi bilan to'liq tanishmisiz? Ular siz bunaqangi agar shantaj savol berib to'xtamay savol beraveraman desangiz, gaplashish foydasi yo'q. Eshitaman sizda, gapiring. Men shantaj qilganim yo'q hech kimni. Men juda madaniyat shantaj qilyapsiz. Mana savolga javob eshitmayapsiz. Men o'zim sizga sudda hujjatlari bilan tanishmisiz? Shu savolimga javob bering. Yo'q, siz savolingizga javob bermayman men. Nimaga? Men tanishman. Chunki nima kimsiz siz mendan? Prokurormisiz mendan savol so'raysiz? Meni sha'nimni bulg'ab internetga chiqish uchun men sizni sha'ningizni bulg'aganim yo'q. Yana qaytib aytyapman. Siz kecha kuni boshqacha gapirib, bugun endi hozir telefon qilsam, men sizni tarafingizni olyapman deyapsiz-ku. Aslida aqlingiz ishlasa tarafingizni olyapman. Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Nima deyilgan? Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Siz dinni yaxshi tushunasiz? Nima deyilgan? Nima deyilgan? Zinoga 4 ta nima guvohing bo'lmasa, unaqa zino haqida guvohlik bermagin degan. Siz nimaga unaqa dinni tushunib turib shunaqa deyapsiz? Qayerda men sizni zino qildi dedim? Kecha kuni zinoni tarafini olyapsan dayuslar deb aytdingiz-ku. Yo'q, o'sha fahsh ishlarni tarafini olyapsanlar dedim. Siz qayerda fahsh ishni ko'rdingiz? Kimni tayinlaligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz o'tda. Siz iminni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Siz kecha kuni zinoni gapirdingiz. Agar zino qilinmagan bo'lsa, sizni jazoingiz qanaqa bo'ladi? Yo'q, siz bunaqa shantaj qilmang. Siz eringizni chaqiring-da, eringiz bilan keling gaplashamiz. Erim uyda mazasi yo'q, yotibdi. Men boshqa joyda bo'ldi, eringiz tuzalganda, eringiz bilan keling gaplashamiz. Yo'q, siz hozir men savolimga javob bering endi. Javob bermayman sizni savolingizga. Nimadan qochyapsiz endi? Haqiqatdan men qochayotganim yo'q. Siz hozir butun boshli tizimga tuhmat qilyapsiz. Menga bemalol tuhmat qilyapsiz. Agar tuhmat qilsam, Alloh ham jazoimni bersin, o'sha qonun ham jazoimni bersin. Nimaga endi meni qamamadi? Jazo berib turibdi-yu, sizni ustingizdan hech kim shikoyat
tuhmat qilayotgani yo'q. yo'q, unda nimaga meni sud qamamadi? Ichki ishlarga tuhmat Nima uchun qilyapti qamaydi dedi. sizga? Siz Ichki tuhmat ishlar qilyapsan, sizdan ichki ishlar sizdan agar ichki ishlar sizdan ariza ustingizdan yozsa, keyin ko'rib chiqadi. Yozmasa qamamaydi. Ular yozgan, sudda hujjatlari bilan tanishmasmisiz? Yo'q, siz ustingizdan yozgan bo'lsa, uni sud hal qiladi deyapman men. Xo'p, agar ular haq bo'lsa, nima uchun qolgan 9tasiga 417 bilan buni jarohatlariga oydinlik kiritilishi kerak, o'sha zo'ravonlik holatiga deb qaytardi hujjatni. Yo'q, ular isbotlangani yo'q. Birorta sizni da'voyingiz isbotlangani yo'q. 417 bilan nima uchun sud qaytardi bularni o'sha jarohatlarga? bilan birga jarohatlarga? keling, eringiz bilan birga keling, gaplashamiz. Domla, siz meni eshiting, javob bering. Eringiz eshitmayman, siz nomahramsiz menga. Men sizni O'zingizni eshitmayman. mahramlaringiz ham internetda yuradi-ku, ularni nimaga himoya qilish? Siz nima himoya deyapsiz? qilganim uchun o'tiribman. Ayollaringiz internetda yurgan bo'lsa, sizni nima deb atash kerak? U mavzuni sizni mavzungizga aloqasi yo'q. Meni ayollarim yalang'och videolar chiqqani yo'q. Yalang'och kunga tushmaydi deb kim garantiya beradi? Agar Alloh Kim aytadi-ku, garantiya bermaydi? Alloh aytadi-ku, Hech kim birovga garantiya holatidan bermaydi. kulmagan, o'shani kuniga tushmaguncha o'lmaysan degani. To'g'rimi? Hech kim kulayotgani yo'q. Hech kim kulayotgani yo'q. Yo'q, zakaz oldingizmi? Yo'q, men zakazga ishlamayman. Yo, ko'p holatlarda zakazga o'xshayapti-da. Nimaga asoslab bera olmayapsiz bo'lmasa gapingizni? Siz asoslab bering zakazligini. Men sizga zakaz oldingizmi deb savol berdim. Siz zakaz oldingiz deganim yo'q. olmadim men. O'xshayapti deyapsiz. Sizga savol berdim. Men fikrimni aytyapman. Menga savol bermang. Eringiz bilan birga keling, gaplashamiz. Xo'p, siz menga isbot qilib bering tuhmat qilayotganimni. Men tuhmat qilyapti. Siz tuhmat qildingiz, men hozir menga ham tuhmat qilyapsiz. Men kimga tuhmat qildim? Zakaz deb. Menga tuhmat qilyapsiz. Men hujjat bilan gapiryapman sizga. Nima Menga uchun tuhmat ular qilyapsiz, beayb zakaz bo'lsa, oldingiz deb. nima uchun Zakaz ular oldingiz deb. Xo'p, ular nima Zakaz uchun? oldingiz deb Voy tuhmat domla, qilyapsiz. unaqa xotinlarcha urushmaylik. Yo'q, xotinlarcha urushayotganim yo'q. Eringizni olib kelingchi. Ko'rib, kechagi hangrashingiz ketidan telefon qilyapman. Kecha hangrab chiqqaningizga ko'rib, telefon qilyapman domla. O'zimni bosib turibman shunda ham hangrash. Nima deding? Eshak hangraydi. O'shunaqa hangrashingizni ko'rib, endi sizni eshakka qiyoslamayapman. Hangrab baqirib chiqqaningizni ko'rib, sizga telefon qilyapman. Meni qo'limda asosim bor. Xodimlarda o'sha qolgan 9tasiga 417 bilan qaytargan. Bo'ldi, bemalol. Bo'lmasa butun internet tarmoqlarda bemalol yalang'och video tarqayversin. Men shuni tarqamasin dedim, xolos. Yo'q, uni o'sha holatga qanaqa qilib kelganim siz Mana videorolikni ko'rdik. Videorolikdan o'z xulosani aytaman qisqaroq qilib. Bu yerda ichki ishlar bo'limi xatosi katta, juda ham katta. Sababi ularni bunaqa qilishga haqqi yo'q edi. Chunki ular ichki ishlar bo'limi xodimlari qonun doirasida ish ko'rish kerak edi. Допустим, ayol kishi aybdor bo'lgan taqdirda ham uni yalang'och holatida postelda ushlab olishganda ham bunaqa qilib uch kishi ustidagi yopong'ichini olib va ikkitasi videoga olishga haqqi yo'q. Ular shuni prosta ichki ishlar bo'limiga olib borib, u yerda savol javobini qilish kerak edi. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. U yerda aytayaptiki, bizni qidiruvdagi ayol deb gapiryapti. O'shami, yuzingni och, o'shami deb ular bilmoqchi bo'lyapti. Ularni вообще gapiga tushunarsizda. Nima bo'lgan taqdirda ham insof o'ziga bersin. Bu narsa nima deydi? Har bir insonning o'zini opasi, singlisi, yoki xotini, ayoli, qizi bor. Ertaga bu narsa qaytmaydi deb kim garantiya bera oladi? O'ylaymanki, bu narsani yaxshilikcha hal qilishadi va qonun doirasida ko'rib chiqishadi. Kim aybdor bo'lsa, aybdorlar o'z qonun doirasida javobini beradi, qonun oldida. Endi yana bitta video shu Abror Muxtor Ali haqida gapiraman. U kishi gapirib ketdilar-da. Shuncha gaplarni gapirdilar, yana bo'ynlari olmayaptilar, men siz tarafingizda oldim deb, lekin ammo u yerda boshqacha gapirganlar. Bu narsani bitta men emas, hamma tushunib turibdi. Yana ular bo'ynlari olmayaptilar. O'zi u kishini hurmat qilamiz-da, o'zi hurmat qilardim, men ham o'zi hurmat qilardim bu odamni.
chunki haqiqatdan ham ilmi kuchli, lekin bu odamni qiladigan ishlari noto'g'rida. Abror Muxtor Ali noto'g'ri ish qilyapti. Sababi u qilgan ishlari noto'g'ri. Endi gapirib qo'ydilar, endi gapga endi javob berish kerak. U yerda Gulurano telefon qilsa, gapirmadim deyapti. Endi bilmadim. Lutchi Abror Muxtor Ali o'z ishini qilib yurgani yaxshi edi. O'z ishini qilib yursa yarashardi-da.